kurash o'libdi desa kim ishonadi? Men ölüşüm tabiiy, ammo kurash o'lmaydi. U mangu davomlashadi. Aydatlarning izidan langmay turib, qisas uchun xanjarni almay turib, armanlarım amalga oshmay turib, men yo'l deymanglar odamlar, men o'lmadim, o'lmayman, yo'q o'lmayman. Men ölmedim, ölmeymen, ya ölmeymen. Kündünken makkatı uxlayamay qılğandım. Adam qalbisi bilan qandı. Ekan apam İmre ula köşkaganda öйгәнинкен. Aşağıda biz oynab qilib qildik. Aniki men yaxshi uxlab qoldim. Talantlı natiq, talantlı şair, naqshchi, kompozitor, kasbiy jihatdan. İnsaniy axloqiy jihatdan intayin oq ko'ngil bir inson. Oq ko'ngil oq ko'ngil dada, kuyimchan aka, mehribon bola. Chidam, g'ayratlik, tirishchan, ham shundoqla tavakkülchi. O'sha ishlarga men davomli o'zimlik qilishga arziydigan, men davomli boshqalar mendan kurash ko'rsatgan qanday desam, men o'zim ta'rifini qilib beradigan, ham o'zim qoyil bo'lgan taraflar. Men vatanimni, xalqimni so'yaman va faxrlanaman. Ammo men vatanni so'ygancha, talpingancha, qonmagancha, aksi holda shum palak meni vatandan texmo yiroq joylarga opirib tashladi.